Oxirgi payt mana misol uchun men o'zi kommentariy o'qishdan ham uzoqlashib qoldim. Men ko'p o'qiganligim uchun fikr ham bildirardim-ku. Men uzoqlashdim deymi o'zi? To'g'risi aytaymi? Telefonimni yo'qotib qo'ydim. Yo'q. Elmurodning zo'r gapi bor-ku. Iltimos negativlar, rivojlaninglar, chet ellik negativlarga o'xshaylar deydi. Shu gap to'g'ri. Elmurodnikida hazil ma'nosida gapirgan. Men unaqa deyapman. Mana misol uchun hozir markaziy sektor chiqdi. Men tanaffus paytida siz chiqib ketdingiz. O'sha yerda ko'z yugurtirdim. Qizig'ini aytaman sizga. Markaziy sektorda Orif, Do'ra uchalamiz ancha-muncha mavzuni gaplashganmiz-da. Lekin 90% deylik, 80% gap, misol uchun Chelsea-ni yomon ko'rasizlarmi? Kam gapirdinglar. Buni ko'p gapirdi, minutlarga o'lchab yoki bu Realchi, bu Barsachi. Tavba. Yillar bu o'tib ketdi. Hali ham shu ahvol. Yillar o'tib ketdi. Hali ham shu ahvol. To'g'ri, aqlli, juda saviyali qatlam ko'p yozmas. Kamda ular. Kam. Yozsin shular. Ko'proq yozsin. Ko'proq. Yo'q, men rus segmentini ko'ramiz-da. Men ham ko'zim tushib qoladi, Lukomskiylar. Men turk segmentini ko'raman. O'sha kungi mavzuda. Ha. Endi hadeb mana misol shu mayli yaxshimi, yomonmi, shu darajada ishlab turibdi. Mayli futbol sohasida ham, boshqa sohada shular endi hozirgi kunda deylik. Siz, men yana boshqa shu chiqib har doim gapiriladi. Endi har doim umrbod Chelsea-ni yomon ko'rib, umrbod qaysidir Realchi va qaysidir Barsachi bo'lish mumkin emas-da odam. Yillar davomida mumkin emas. Shu narsani lekin shu gaplar hozir shu narsani yozayotgan odamlarga zarracha foydasi yo'q. Yo, mayli. Saviya shu, daraja shu. O'zimni tushuncham yetib qo'ymoqchi. Nimaga ko'p chetlanganim, men rosa umid qildim. Uzoq kutdim deng. Bo'ladimi? Orzular bilan yashadim. Bo'ladimi dedim, bo'lmadi deydi. Yo'q, xayrli aka. 40 yildan keyin ham foydasi yo'q u. Yo, o'zgaradi. Men o'ylaymanki, bizda ham bo'ladi shunaqa. O'tadi, juda ko'pchilik bunga kiradi, tirikchilik bo'ladi, elanadi, boshqa qiladi, va saviyali qatlam qoladi deb o'ylayman. Va muxlislikda ham shunaqa bir kun keladi. Chunki muxlislar belgilaganda prosmotr muxlislar belgilayapti-da. To'g'ri, lekin bilmayman, mana bu qatlam har doim bo'ladi va ular ko'p bo'laveradi, xayrli aka. Har doim nisbatan. Yo, butun tarixan qarang. Har doim mana bu qatlam ko'p bo'lganda. Hozirgina bo'ladi, odam o'zini fikri bo'ladi, shaxsiy fikringiz bo'ladi. U shunaqa deb o'ylaysiz. Aybiz shuni aytasiz, bo'ldi. Ha, bo'ldi, shu odamdan falonchisan. Shu odamning fikri, bo'ldi, shu odamning fikri. Yo'q, unaqa qiynalish, bo'g'ilish shart emas, galstuk taqib, buni o'zini bo'ldi. Bu shaxsiy fikri, bu shunaqa o'ylar ekan. O'shanga argument yoz. Va tamom, qarang, xayrli aka. Argument yoz, u haqorat yoki shu jamoani o'zi bilaman falon, sizlarga isbotlaydi boshqa qiladi. Ertaga teskari ham bo'lib ketishi mumkin, o'shani maqtashi ham mumkin. O'sha biz asosan voqelikka gapiramiz. O'sha kundagi voqeani, kundagi mavzu bo'yicha gapiramiz. Siz hozir gapirayotgan narsangiz Benzemani ustidan kulganmiz-da, Bobur. Keyin oltin to'p oldi-da. Lekin ikkalasi ham voqelikda bor-da. Ha, va ikkalasi ikki xil gapirdik. O'sha voqelikka mos gapirdik. Iloji yo'q, Benzemani intervyularini eshitsangiz, hikmatli gapda tuyuladi bor-ku. Hojaga gapiryapti deb. Hoja aka deb o'zi. Yo'q, rostdan ham men bu qatlam bilan kurasha olmaysiz. Qo'ying gap kurashishda emas. Tomonni ham gapini eshitib qo'yish kerak-ku. Nimasini eshitasiz? Mana qarang, hozir shunaqasilar deydi. O'zingiz aytib turib. Shunaqasilar. O'zingiz aytib turib. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Mayli bitta ikkitasiga ta'sir qilsa ham yaxshi-da endi yer yuzida. Endi bir ikkitasi bordir, o'nglanadi. Chunki mana bunaqa narsada, qarang, minbarda 3-4 ta odam gaplashib turibdi, podkast deylik. Podkastda ular argument, faktlar, yana fikrlarni shu bilan to'ldirib gapiradi. Kommentariy yozayotganlarda ham o'ziga yarasha minbar bor, kichkinaroq bo'lsa ham. Minbar bor. Shu minbardan unumli foydalanishlari kerak. Ya'ni shu yo'sinda bo'lish kerak. Ya'ni kilometr taklif etilayotgan bo'lsa, metrga qo'yish kerak. Hech bo'lmasa litr emas. Ular litrdan keladi. Lekin xayrli aka, chunki u yoqda siz xuddi shu ko'yga tusha olmaysiz-da, deb turib nima qilasiz? Ularni o'lchash darajasi, miyasining darajasi litr o'qimay qo'yar ekansiz, do'm. Ha. Litr bilan o'lchaydi ular. Chunki boshqa o'lchov darajasi yo'q-da. Siz ko'p podkastlarda chiqasiz. Siz o'zi umuman ommaviy odamlarmiz-ku, o'zingiz fikringizni aytayotganda hech kimga haqorat qilmaysiz. To'g'rimi? Qanaqadir kulgili, shaxsiyatga o'tmaysiz. Kulgili narsa bo'lsa, kulishingiz mumkin. Deylik, falonchini ishdan tushirib yurgani futbol maydonida kulgili. Buni voqelik o'laroq aytib ketsangiz, boshqa yomon tomoni birinchidan futbolistda ham aytilishi bor. Markaziy
farqli. Masalan, Farqli, ha. bu yerda ko'p hazillashamiz. Bu yerda erkinroqmiz. Va buni nisbatan hazilroq ohangda eshitadi o'zi odamlar. Ham bloklash funksiyasi bor. Gapirmang, blokingizda bilmayman, necha ming odamingiz bor blokda? Manda. Manda ham juda ko'pda. Va yozib qoladi. Men qaysi payt bloklayman, bilasizmi? Maza qilaman. Bu odam o'qiyman, javob yozaman. Javob yozganda bir hozirgi yangi formatida YouTube'da ham, Instagramda ham bor, uni yozayotganligini ko'rsatadi. O'sha payti bloklab olaman. Yo'q, muallaq osilib qoladi. Telegramda ko'pincha bo'ladi. Telegramda bo'lasiz, ko'rasiz. Kirasiz, kirganingizdan keyin bitta javob yozasiz. Pechatda turgan bo'ladi. Tushuntirasiz. Kimgadir yozgingiz kelib qoladi-yu, unaqa hamma yozmaysiz. Yozasiz, yozganingizdan keyin usiga yozayotgan bo'ladi. Pechatda qotganda bloklab olasiz. Yo'q-da. Odam bo'lmas sig'arligi. Deb qoladi bor-ku. Bu kerak emas. Olding, haqorat qilgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunaqa paytingda men misol haqorat qilmayman baribir. Siz qilmaysiz, ha. Chunki skrinshoti ham bor, odam qo'rqadi-ya bir tomondan. Ikkinchidan qilmayman o'zi ham. Yozib qo'yishadi-yu, xayrligi, zig'irt barsachisiz. Realni shahling, kelmay shunga deyishadi, yoki bo'lmasa teskarisi realchilik yozib qoladi. Barsachilik yozib qoladi. Realchisiz qo'ysizchi Barsani shahlamay deb g'alati, xayrli. Real Barsada ko'p-da. Nimaga ko'p deymi? Boshqalarda kamroq. Masalan, boya Chelsea-ni gapirdim, yana United-ni gapirdim. Bir bo'lib turadi. Ha, ularni ham bir-biri bilan bo'ladi. Bundagi aksar muxlisda mana yaqinda bitta muxlis ko'rdim. Muxlis emas edi bir oy oldi. Muxlis bo'lib qopti. Kimga muxlislik qilsam, Realmi, Barsam esimda yo'q, mayli muhim emas. Bittasida. Xo'p, bir oyda qanaqa tortishib yotibdi. Faktlari, o'sha eshitib olgan faktlarni gapiruvdi. O'zi yaqinda qiziqmas tutsam, keyin tushundimki, bu toifa bugungi kundagi eng zo'r trend. Ya'ni taraf bo'lish mumkin bo'lgan eng zo'r voqelikda realda. O'xshamaydi bir-biriga, o'zini janjali bor, bittasi stil boshqacha, bittasi boshqacha o'ynaydi. Shuni ham eshitib olib, xarakteridan kelib chiqmaydi o'shani, chunki xarakterini bilish uchun futbolni ham bilish kerak. Menda bir 70-80% bularni bor-ku dedim. Shu sporlashish uchun shunaqa qimorboz tabiat bo'ladi-yu. Hozir kunda futbol trenddan tushib, boksmi, Habib, yana boshqalar chiqib kelish boshlasa, o'shanga o'tib oladi. O'shanda bo'ladi. Endi futbolda har doim bor-da, har tur bor. Muntazam kerak bu narsa. Kompleksli odamlar. Boshqa joyda anaqa bo'lmaydi. Mana shu yozayotganlar kompleksli hayotdan alamzada. Ehtimol uyda sveti yoki gazi yo'q, yoki nonga puli yo'q, yoki bo'lmasa qizi bilan tashab ketgan, qizi urushib qolgan. Men saviyada deb o'ylayman. Saviyasi ham shunga yarashadi. Otasidan shapaloq yegan saviyasi uchun masalan. Shuni alamida sizga masalan so'kib yozyapti. Men bularga taklif qilardim, masalan uchun biz juda ko'p boshqa yurt jurnalistlarini podkastlarini ko'ramiz, o'qiymiz, boshqa qilamiz izlanishda. Ular ham o'sha boshqa yurtda muxlislarini kommentlarni o'qish kerak. Qilmaydi. Izohlarni o'qish kerak. Qanaqa ketyapti o'zi? Bu soha, bu ham soha bo'lib qoldi katta. Siz juda umidli odamsiz. Yaxshi gumon qilasiz. Men badgumon odamman. Bu toifa o'zgarmaydi. Men necha yildan beri kuzatyapman. O'zgarganini ko'rasiz bor. Men sizga komment ko'rsataman bor. Mayli o'zgarsin. Navoiydan. Shuncha men kommentariy keltirib turib Navoiydan. Deyarli o'qimayman men kommentariy. Xarlik bu to'g'ri deb o'ylayman. Deyarli o'chirib tashlayman. Sizni menga yozib qolishsa, men Bobur aka bitta joyda yozuvdim, boshqa qilsa, havoga ketibdi deyman. Shuni yetkazib olmaysizmi deyman. O'zi odamni o'zi o'qigingiz kelmayotgan narsani men nima qilaman yetkazib? Ha. O'zi yetkazmaymiz bir-birimizga. Katta rosa urayotgan bo'lishsa, yozib yotishgandir. Chatamiz o'rda.